Assalomu alaykum aziz kitobxon bolajonlar. Olmaliq shahar axborot kutubxona markazi xodimlari sizlar uchun yosh bilimdon ensiklopediya turkumidan Kemalar kitobini o'qishni tavsiya qilamiz. Aziz bolajon, akalaringiz, tengdoshlaringiz bilan qog'ozdan kema yasab, uni suvda suzishdan zavqlangan paytingiz ko'p bo'lgan. Ko'pchiligingiz qayiqda sayr qilgansiz. Suvda oqish misoli suzib yurgan kemalarni kuzatgansiz. Qo'lingizdagi kitobda insoniyat tarixida muhim o'rin tutgan kemalarning paydo bo'lishi, taraqqiyot bosqichlari bilan tanishasiz. Ushbu kitobdan o'rganganlaringiz sizning bilim doirangizni yanada boyitishiga ishonamiz. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni mutolaa qilishni xohlasangiz, Olmaliq shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring va mutolaa qiling.